Assalomu alaykum hammalarga. Universal oshxonaga xush kelibsizlar. Hammalarni kirib kelayotgan Qurbon hayiti ayyomi bilan chin dildan tabriklayman hammalarni. Bugun sizlar bilan oddiy uy sharoitida tayyorlanadigan hech bir qiyinchiliksiz chakchak tayyorlaymiz. Birinchi 4 ta tuxumimizni chaqib idishimizga solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz venchikda yoki vilkada yoki mikserda qilsanglar ham bo'ladi. 2 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshig'ida tuz. Buni ham shakar eriguncha yaxshilab aralashtiramiz. Endi 100 gram saryog'ni eritib, sovutib solamiz. Issiq bo'lishi kerak emas. Yaxshilab aralashtiramiz. 1 choy qoshig'ida uksuzni foizi kamidan ishlatasizlar iloji bo'lsa. Buni ham solib yaxshilab aralashtiramiz. Endi un solamiz. Un hammasi bo'lib 500 gram yoki undan ozgina oshiqroq ketishi mumkin. Unni elab solib birinchi lopatkada xamir qorib olamiz, keyin qo'limizda xamir qolamiz. Suyuqli hamma unni shimib olguncha lopatkada xamir qorgan yaxshi, bo'lmasa qo'llarimizga yopishib juda ham xamir qorish qiyin bo'ladi. Xamir holiga kelgandan keyin qo'limizda xamir qilamiz. Stolga ozgina un sepib, dumaloqlab, silliqlab olamiz. Ustiga idishimizni yopib 10 minutga tindirgani qo'yib qo'yamiz. 10 minutdan keyin olib zuvalamizni ikkiga bo'lib olamiz. Yana dumaloq qilib 5 minutga tindirgani qo'yamiz. Xamirimiz tayyor. Endi ozgina un sepib xamir yoyishni boshlaymiz. Boshida ozgina ko'proq un sepamiz. Keyin un sepmasdan yoysak ham bo'ladi. Xamirni juda yuqa yoyib yuborish kerak emas. Juda katta bo'lib ketish kerak emas. O'rtacha bo'lishi kerak xamir. Juda qalin ham emas, juda yuqa ham emas. Qalinligi taxminan 3 mm, 4 mm atrofida bo'lsa, chakchaklar dombo bo'lib chiroyli chiqadi. Undan yuqa bo'lib ketsa bo'lmaydi. Endi xamirimizni shunaqa to'lqin kesadiganda bitta-bittadan kesib olamiz. Chunki ikkita uchtadan qilsanglar bu pichoq kesa olmaydi. Mana hammasini kesib tayyorlab oldim. Endi qizigan yog'imizni olovini pastlatib, o'rtacha olovda tillarang bo'lguncha kovlab aralashtirib qovurib olamiz. Aralashtirib turish shart, bo'lmasa bir tomoni sariq, bir tomoni oq bo'lib pishadi. Chakchak pishirayotganda olov juda baland emas, juda past emas bo'lishi kerak. Juda baland bo'lsa ham tez qizarib ketib ichi pishmay qoladi. Juda past bo'lsa ham yog'i shimib oladi. Shuning uchun o'rtacha olovda pishirish kerak. Endi sirop tayyorlaymiz. 280 gram asal, oddiy magazin asali. 140 gram shakar solamiz ustiga. Yaxshilab shakar eriguncha aralashtirib turamiz, chunki shakar tagiga yopishib qolishi mumkin. Shakar erigandan keyin mana qaynab chiqishni boshlaydi. Qarab turamiz. Qoshig'imizga shakar yopishib chiqishi kerak emas, o'shanda erigan bo'ladi. 7-8 minut yoki 10 minutgacha qaynatish mumkin. Shakar hammasi erib ketguncha ustida o'zi katta ko'piklar paydo bo'lganda sirop tayyor bo'ladi. Siropimizni ingichka qilib chakchakimizni ustidan quyamiz. Birdan hammasini quyib olmaymiz, aralashtirishinglar qiyin bo'ladi. Menda xamir hozir ozginaroq, chunki pishgan zahoti anchaginasi yeyilib ketdi. Anchadan beri chakchak qilinmagani uchun o'zi aslida mashilagan to'la chiqadi. O'rtachalaganda to'la uyum chiqadi. Endi issiq chakchaklarimizni idishimizga solib olamiz. Qo'limizni ho'llab yaxshilab shakl beramiz. Juda qattiq bosmaymiz, sekin-sekin bosib shakl berib olamiz qo'limizni ho'llab. Yetilgan siropda chakchak shunaqa yaltirab turishi kerak, ko'rganinglardek. Ustini xohlaganinglarcha yong'oq, shokolad sepib yoki boshqa rangli bezaklar bilan bezatishinglar mumkin. Men oddiygina to'rtta munchoqlardan foydalandim. Agar siropinglar o'tib ketgan bo'lsa, oq bo'lib qoladi chakchakning ustida qand sifat bo'lib. Shunisiga ham ahamiyat beringlar, juda ham o'tkazib yormanglar siropni. Bu yana boshqa porsiyadan tayyorlaganim xuddi shu 4 ta tuxumga mana shunaqa baland bo'lib chiqadi. Bunisi ozroq ko'rganinglardek. Bundan ozgina yeyildi xamiridan. Shuning uchun o'zi shunaqa baland bo'lib, bittalaganda to'la chiqadi 4 ta tuxumdan.
Xohlasanglar oddiy to'g'rab pishiringlar, xohlasanglar shunaqa to'lqinli pichoqda kesib pishirishinglar mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bo'lsanglar, haytinglarni yaxshi o'tkazib olinglar. Rahmat.